Mana sizga test. Mana shu rasmga qarang va 3 sekund ichida 3 ta yashil narsani toping. Topdingizmi? Endi ayting-chi, pushti qanaqa narsa bor edi? Menimcha javob bera olmaysiz, hattoki ko'rgan bo'lsangiz ham. Chunki miya bir vaqtni o'zida hamma narsani skaner qila olmaydi. U topshiriqni ushlab oladi-da, o'sha bo'yicha tasvirlarni yig'adi. Qolgan narsalar shunchaki orqa planga o'tib ketadi. Siz ham shunaqa yashaysiz. Hayotni butunligicha, borligicha ko'rmaysiz. Siz faqatgina ichki ishonchlaringizga mos kelgan narsalarnigina ko'rasiz. Agar sizda siz yetarlicha emasligingiz haqida his bo'lsa, siz buni odamlardan o'qiysiz. Agar sizda pul topish qiyin degan ichki ishonch bo'lsa, siz xuddi shu tajribani boshingizdan o'tkazasiz. Bu hech qanaqa sehr yoki pozitiv fikrlash degani emas. Bu sizni miyangiz qanaqa qabul qilishi haqida. Miya haqiqat izlamaydi. U o'zi ishonadigan ustanovkalar, ishonchlarni tasdig'ini izlaydi. Hayotingizdagi vaziyat va hodisalarni o'zingizga moslab sozlash vaqti keldi. Buning uchun siz fikrlaringizni boshqarishni o'rganishingiz kerak. Qanday qilib boshqarishni o'rganishingiz mumkin? Izohlarda o'qing.